36 savoldan boshlab ishlashga harakat qilamiz endi. Demak, 36 parametr tenglam berilgan ikkita ildizga ega bo'ladigan ani eng kichik qiymatini toping. Demak, bu ifoda ikkita ildizga ega bo'lish uchun bu ham 0, bu ham 0 bo'lgandagina bo'lishi mumkin, daraja juft bo'lgani uchun. Demak, bu birinchisini 0 ga tenglaydigan bo'lsak, birinchi qavsni 4 ga bo'lib yuborsak, 0 ga tenglabda a kvadrat minus 17 taqsim 4a plus 1 teng 0 bo'lar ekan. Bu yerdan a1 teng 1 taqsim 4, a2 teng 4 bo'ladi. Ko'paytirsak 1, qo'shganimizda 17 taqsim 4 bo'ladi-da endi. Endi buni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, 4 darajasi x kvadrat minus x teng 4a bo'ladi. Endi 1 taqsim 4 ni berib olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 4 darajasi x kvadrat minus x teng bu 1 bo'ladi. Bu 4 ning 0-inchisi bo'ladi-da, x kvadrat minus x teng 0 deydigan bo'lsak, bu yerdan x 2 ta chiqar ekan. 0 bilan necha chiqadi? 1 chiqadi. Endi bu bir necha 1 ni olib borib qo'yganimizda chiqdi. Endi 4 ni olib kelib qo'ysakchi. Shunga 4 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ladi? 4 darajasida x kvadrat minus x teng bo'ladi 4 kvadratiga. Buni tenglasak x kvadrat minus x teng 2 bo'lsa, bu yoqqa o'tsa x kvadrat minus x minus 2 teng 0 desak, bu yerdan x1 bilan x2 chiqadi, necha chiqadi? 2 bilan minus 1 chiqar ekan. Demak, a ni o'rniga 1 taqsim 4 qo'ysak ham, 4 qo'ysak ham ikkita yechim chiqdi. Bu holatda bu holatda bu. Tenglama ikkita ildizga ega bo'ladigan a ni eng kichik qiymatini toping. Demak, a ni eng kichik qiymat 1 taqsim 4 bo'ladi. 1 taqsim 4 qo'yganda ikkita yechim chiqdi-da. 4 qo'yganda ham ikkita yechim chiqyapti, lekin kattaroq. Tenglamani eng kichik yechimini toping. Tenglamani eng kichik yechimi demak minus 1 bo'ladi-da bu yerda. Tenglama yechimlari demak a ni o'rniga 1 taqsim 4 bo'lgan paytida yechimi 0 bilan 1 bo'ladi. A ni o'rniga 4 bo'lgan paytida 2 bilan minus 1 bo'ladi. Tenglama yechimi demak minus 1. Demak 1 taqsim 4a bu tenglamani eng kichik yechimi deganda x tushunamiz, x minus 1 bo'lar. Keyingi savol. 37-savol ekan. Endi buni nima qilamiz? Buni ochib chiqamiz. Ochib chiqsak o'zi hisob kelsa kerak. Ochib chiqadigan bo'lsam, sal teparoq yozaman shuni. Demak, 4 ta kosinus kvadrat x plusdan 4 ta kosinus x ko'paygan sinus x bo'ladi. Plusdan sinus kvadrat x teng 4 plusdan sinus kvadrat x bo'ldi. Bu sinus kvadrat x lar qisqarib ketadi. Endi nimalar qoldi? Bu qoldi 4 ga bo'lib yuborsak bo'lar ekan. 4 ga bo'lib yuborsak 1 qolar ekan. Bu yerda nima qoldi? Xullas kosinus kvadrat x plusdan kosinus x ko'paytirilgan sinus x teng bo'ldi 1 ga. Shunaqa 1 bo'ldi, ha. Endi mana kosinus kvadrat tenglik shuni bu yerga o'tkazadigan bo'lsak, kosinus x ko'paygan sinus x teng 1 minus kosinus kvadrat bo'ladi-da, u sinus kvadrat x ni beradi. Endi bu sinus kvadrat x bilan bittasini qisqartirib olsak, bu sinus x teng 0 deb olib qo'yishimiz kerak. Keyin nima qoldi? Bu yerda kosinus, bu yerda sinus. Kosinus nariyoqqa bo'lishga o'tkazsak, tangens x teng 1 bo'lib qoldi. Endi sinus qachon 0 ga teng edi? Pi n da 0 ga tenglasak, tangens qachon 1 ga teng edi? Pi taqsim 4 plus pi n da. Ikkita yechim chiqdi. Ildizlar soni so'rayapti 0 2 pi da. Demak, bunga qo'ysak 0 qo'ysak bo'ladi, 0 bo'ladi. 1 qo'ysak pi bo'ladi, 2 qo'ysak 2 pi. 3 ta yechim chiqdi bunikidan. Endi tangensnikidan 0 qo'ysak pi taqsim 4 bo'ladi. 1 qo'ysak 5 pi taqsim 4 bo'ladi. 2 qo'ysak chiqib ketar ekan. 2 ta jami demak 5 ta yechim bo'ldi. Demak, jami 5 ta yechim bor ekan. 5 ta deb yozmaymizda 5 bo'ladi yechim. Agar ushbu tenglama eng kichik musbat ildizi alfa bo'lsa, eng kichkina musbat ildizi alfa bo'ladigan bo'lsa, shuni toping deyapti ekan. Eng kichkina musbat ildizi demak, buni eng kichkina musbat ildizi pi taqsim 4 ga to'g'ri keladi. Shuning uchun pi taqsim 4 ni olamiz, bu yerga qo'yib olamiz. Pi taqsim 4 qo'ysam 2 kosinus pi taqsim 2 bo'ladi, sinus pi taqsim 2 bo'ladi. Kosinus pi taqsim 2 dan 0 ga teng, u 1 ga teng 1 chiqar ekan. Demak, 1 bo'lar ekan. Chiqdi.
8-misol. Demak, shartni qanoatlantiruvchi funksiya berilgan bo'lsa, shuni toping deyapti ekan. Demak, nima qilamiz? Bunaqa ifoda ko'p berilardi. Bunda har doim x lar joyiga mana sistema qilib ishlanadi. Bu 2 f at x plus x f 1 taqsim x teng 3x minus 2. X lar joyiga 1 taqsim x qo'yib yuborsam, 2 ta f 1 taqsim x plus 1 taqsim x f x bo'ladi, teng bo'ladi 3 taqsim x minus 2. Mana sistema bo'ldi. Bizga f nima kerak? 2 bilan 1 taqsim 2 kerak ekan. Tenglamalari yig'nisini ham so'rabdi. Endi nima qilamiz? F at x topishimiz uchun bizga mana bu ortiqchada hozir f at x topishimiz uchun mana bu kerak emas. Mana shu kerak emas. Buni yo'q qilish uchun tepani bitta 2 ga ko'paytirib yuboraman, pastini esa bitta minus x ga ko'paytirib yuboraman. Tepasini 2 ga ko'paytirib yuborsam, pastini minus x ga ko'paytirib yuborsam, tepani 2 ga ko'paytirib yuborsak nima bo'ladi? Men bu yerga yozyapman. 4 ta f x plus 2 ta x f 1 taqsim x teng 6x minus 4 bo'ladi. 2 ko'paytirib chiqsam har birini. Endi minus x ga ko'paytirsak, minus 2 ga ko'paytirib, buni pastini minus x ga ko'paytirsak, minus 2 ta x f 1 taqsim x minusdan f x teng bo'ladi 3 minus 3 bo'ladi. Bu plus 2x bo'ladi. To'g'ri ko'paytirdimmi? To'g'ri ko'paytirdim. Ikkalasini qo'shib olsak, bu bilan bu 0 o'tib ketadi. Bu ikkalasidan 3 ta f x teng bo'ladi. Bu ikkalasini biz qo'shyapmiz. Qo'shsak 8x minus 7. Demak, bu yerdan f x ni topadigan bo'lsak, 8x minus minus 7 ekan. Minus 7 taqsim 3 bo'lar ekan. F x ni topdik. Endi nima qilishimiz kerak? 2 bilan 1 taqsim 2 qo'yishimiz kerak ekan. Demak, 2 qo'yib yuborsam, necha bo'ladi? 2 qo'ysak 16 bo'ladi. 16 dan buni ayirsak 9 taqsim 3 bo'lar ekan. 1 taqsim 2 qo'yishimiz kerak ekan. 1 taqsim 2 qo'ysak bu 4 bo'ladi. Minus 3 minus 1 bo'lar ekan. Ikkalasini qo'shsak 2 chiqar ekan. Demak, 2 ekan yechimi birinchisi javobi. Ikkinchisi 0. Tenglamani 0 ga tenglaydigan bo'lsak, surat 0 ga tenglanadi. Surat 0 ga tenglasa x teng 7 taqsim 8 chiqar ekan. 0 ga aylantiradi qiymat. Ildizlar yig'indisini toping. O'zi bitta ildiz bor ekan, 7 taqsim 8 ekan. Mana bu chiqdi mana. Keyingisi 39. Shu funksiya berilgan ekan. Shuning qiymatini toping. Demak, bu top funksiya ekan. Buni 2 ga bo'lib ishlasak ham bo'lar ekan, yoki shu boshlang'ich olsa ham bo'lar ekan ko'z. Demak, minus 1 dan 2 gacha 4 ta x ni kubi dx. Demak, bundan boshlang'ich olsak, o'zi x ni 4-inchisi bo'ladi. Minus 1 u 2. 2 ni qo'yib yuborsak 16 bo'ladi. Minus 1 ni qo'ysak 1 bo'ladi, 15 chiqar ekan. Demak, 15 ekan birinchisi. Ikkinchisi b. Shu funksiyaning deyapti teskari funksiyasi bo'lsa, shuni qiymatini toping debdi. Gx ning teskari funksiyasi ekan. Demak, bu funksiya bor edi bizga. Demak, f2 kerak ekan. Hisoblaymiz. Demak, f bu f2 2 ni qo'yib yuborsam necha bo'ladi bu? 8 32 bo'lar ekan. F minus 1. Minus 1 ni qo'ysak minus 4 bo'lar ekan. Mana buni biz boya hisobladik. Hozir tepada 15 edi. Demak, buni qiymati 15 ga teng. Va buni qiymatini topishimiz kerak. Buni qiymatini yozaman mana. Integral minus 4 bo'ldi. Bunisi esa 32 bo'ldi. Mana bu gx teskari funksiyasi. Demak, buni teskari funksiyasini topsak ham bo'lsa kerak. Y-imiz teng 4 ta x ni kubi bo'lsa, bu yerdan teskari funksiyasini topish x topish kerak. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 3-ildiz ostida y taqsim 4 bo'lar ekan. Endi x bilan y joyini almashtirib qo'ysak, 3-ildiz ostida x taqsim 4. Bu degani x taqsim 4 ni 1 taqsim 3-si deganida, to'g'rimi? Shuni olib kelib qo'ysak, integralni
x taqsim 4ning 1 taqsim 3-si dx deb hisoblaydigan bo'lsak, bu hisoblaganimiz 15, 15 ga uni qo'shib qo'yamiz. Endi buni mana yerdan boshlang'ichini olaman. Bundan boshlang'ich olsak darajasiga 1 ni qo'shamiz. Darajasiga 1 ni qo'shsak necha bo'ladi? 4 taqsim 3 bo'ladimi? To'g'ri, darajasiga 1 ni qo'shamiz, 4 taqsim 3 bo'ladi. Taqsim 4 taqsim 3. Keyin ichidan hosil olganimizda 1 taqsim 4 bo'ladi, 4 taqsim 1 deb yozishimiz kerak. 4 lar qisqarib ketar ekan. Keyin chegara -4 32. 3 tepaga chiqadi. 3 ko'paytirilgan bu x ko'paytirilgan x taqsim 4 ko'paytirilgan 3-nizosida x taqsim 4 -4 32 qo'ysak endi menga sal siqilib qoldi-da, shuni nariroqdan yozmoqman-da. O'chib tashlandi, bu yoqdan yozyapman. Teng, mana bu yerda yozyapman. Teng nima bo'ldi? 3 ko'paytirilgan x taqsim 4 ning 4 taqsim 3-si. Chegara -4 32. 32 ni qo'yib nima bo'ladi? 3 chiqarib yuborsam 32 ni qo'yib yuborsak 8 bo'ladi. 8 ni 4 taqsim 3-si minusdan -4 qo'ysak -1 ni 4 taqsim 3-si bo'lar ekan. Buni hisoblasak 3 turadi. Bu 2 ni kvadrati bo'lsa 16 bo'ladi. Plyusdan 1 bo'lar ekan. Demak 3 ko'paygan 17. Necha bo'ladi? 51 bo'ladimi? 51 bo'ldi bu. 51 boya 15 edi. 51 ga 15 qo'shamiz ekanda 15 plus 51. Necha bo'lyapti bu? 66 bo'ldimi? Adashib ketmadikmi? 32 minus 4. Bu ana bo'lar ekan, adashdim. Mana bu minus 1 bo'ladi. 4-darajaga ko'targanda baribir plus 1 chiqadi. Minus turar ekan, mana bu minus bo'lar ekan. Bu keyin 15 bo'lar ekan. Bu ko'paytirsa 45 bo'lar ekan. Bu o'chmaydi endi. 45. 45 ga buni qo'shsak 60 bo'lar ekan. 60 chiqdi xullas. Birinchisi 15, ikkinchisi 60. Keyingisi demak bu kichik funksiya grafiki berilgan ekan, shuni top deyapti. -1 daraja teskari funksiyasi bo'lsa kerak. Xullas -2 mana. -2 qo'ygan paytimizda necha bo'lgan? X joyiga -2 qo'ysam bu -3 bo'lgan. Demak buni -3 yozaman. F -3 teskari funksiyasiga 0 qo'ydik degani x ga 0 qo'ydik degan y deganda x va y joylashadi, -1 bo'ladi. Ya'ni mana bu teskari funksiyasiga 0 qo'yganda bu funksiyani x chiqadi-da. Hozir mana x joyiga 0 qo'ydik degani y 0 bo'ldi degani. Y qachon 0 bo'ladi? X bilan kesishgan joyi, shuning uchun bu ximiz -1 bo'lyapti mana bu yerda. -1 bo'ldi, plus 1. Hisoblasak 3 kub f4 bo'lar ekan. Demak 4 qo'yganda necha bo'lgan o'zi bu funksiyaga? 5 bo'lgan ekan. Demak javob 5 ekan. Yani birinchisi javob 5 ekan. İkincisi integral. Bu integral bo'lsa mana bu ichini soddalashtiradigan bo'lsak, mahraj bersak, bunga x f hosila x minusdan 2 f x taqsim x kub. Surat mahraji yana bitta x ga ko'paytirsak x kvadrat f hosila x minus 2x f taqsim x ni 4-si. Bu ifoda fx taqsim x kvadratni hosilasi-da bu. Shundan bitta hosila olsak, shuni beradi-ku mana. Bo'linmadan hosil olganda bu. Bo'linmadan hosil olganda shunaqa bo'ladi.
Demak, bu bo'linmadan hosilasi bo'ladigan bo'lsa, shu hosilasi bo'lsa, bundan boshlang'ich olsak o'zi chiqibdi. Demak, f(x) taqsim x kvadrat ekan. Demak, chegara -2 4. -4 qo'yamiz. f4 taqsim 16 f-2 taqsim 4. Demak, bu 4 qo'yganimizda necha bo'lardi? Men bu yerga yozaman. Funksiyaga 4 qo'yganimizda 5 edi. Demak, 5 taqsim 16 -2 qo'yganda -3 bo'lgan. -3 bo'lsa +3 taqsim 4. Bunga 4 dan bersak 12 bo'ladi. 12 ga qo'ysak 17 taqsim 16 bo'lar ekan. Demak, 17 taqsim 16. Keyingisi 41. Parallelogram berilgan ekan. Shu to'g'ri chiziqqa perpendikullar to'g'ri chiziq o'tkazgan ular mos ravishda shunga teng bo'lsa parallelogram D uchidan shu chiziqqa cho'g'in masofa olisini so'rayapti. Xullas, parallelogram bo'ladigan bo'lsa diagonal o'tkazamiz. Mana bunday mana A dan C ga qarab diagonal o'tkazamiz. A dan C ga qarab bitta diagonal to'g'ri chiziq. Keyin D dan B ga qarab o'tkazdim mana. Bu diagonallar kesishgan joyida ham tengga bo'linadi. Mana bu bilan bu bilan bu tengga bo'lingan. Endi o'sha diagonallar kesishgan joyidan bu yoqqacha bo'lgan masofani topsak, ya'ni bitta chiziq tushirsak, bu nuqtadan mana bu yerga cho'g'ib bitta masofa tushirdim. Endi mana bu trapetsiya bo'lyapti mana. Mana bu trapetsiya bo'ldi. Bu trapetsiyaning o'rta chizig'i bo'lyapti. Ya'ni uni tomonni o'rtasi bo'lgandan keyin ham perpendikular bo'lgandan keyin bular ham perpendikular, bu ham perpendikular, bu ham perpendikular bo'lsa parallel bo'ladi, o'rta chiziq bo'ladi. Demak, bu o'rta chiziq uzunligini qanday topsak bo'ladi? Uni ikkita asosni qo'shib 2 bo'lsak chiqadi. Ikkalasini qo'shib 2 bo'lsak necha bo'ladi bu? 9 taqsim 2 bo'ladi. Endi mana bu uchburchak, mana bu ham bitta trapetsiya mana bu. Bu trapetsiya uchun ham o'rta chiziq. Demak, mana D dan D gacha bo'lgan masofani x desam, o'sha x ga 1 ni qo'shib, mana bu asosga bu asosni qo'shib 2 ga bo'lsak, shu o'rta chiziq beradi. 9 taqsim 2 chiqishi kerak. Ular ketadi, x ning 8 ekan mana. Demak, 8 ekan. Keyingisi logaritm shu x mana shu yerda birini ikkinchisida x ni mana shu yerga qo'y demoqchi bo'lgan bo'lsa kerak edi. Logaritm ikkasiga ko'ra 8 topsak, bu necha bo'lar? 3 bo'lar ekan. Keyingisi shu bo'lsa, shu burchak top debdimi? Tomoni 6 ga teng bo'lgan kvadrat berilgan ekan. CD va shu tomonlardan shunday nuqtalar olinganki, deyapti, buni 45 bilan 20 ekan. Demak, bu 90 bo'lsa, 45 bo'lishi 25 bo'lishi kerak bu. 45 90. Mana bu 90. Mana ikkalasi demak 65 bo'ladi bu. Mana 90, bu 6 liga berilgan, boshqa hech yo'l berilmaganmi? B F Y burchak top deyapti. Xullas, mana bu burchak kerak ekan. Kvadratligini bilamiz, boshqa narsani bilmaymiz ekanda. Ha, unday bo'lsa, demak nima qilamiz? Tomoni 6 ga teng. Gradus nima aloqasi bor? Uchburchak perimetrini ham so'rayotgan ekanda. D, Y, F uchburchak perimetri ham kerak ekan. Xullas, bu 20 bo'lsa, mana bu 70 bo'ladi. 170 bo'lsa, endi nima qilsa bo'ladi? Mana bu yerdan diagonal chiqarsak, mana nima bo'ladi? B dan D ga bitta diagonal o'tkazdik. Bu diagonal ham qiyshayib ketdi-ku. Diagonal o'tkazsak, bu diagonal kvadrat diagonal burchak tengga bo'lishi kerak edi. Demak, mana bu yerdan bu yergacha 45 bo'lishi kerak. 45 bo'lish uchun bu 25 bo'ladi. 20 bo'ladi, 20 bo'ladi. Bu 20, bu 25 bo'ldi. Bundan nima foyda?
Hmm, 20-25. Bundan foyda yo'q-da. Bir 65 bo'lsa, bir 6, bir ham 6, 70, 20. S'dan S'dan Y'gachani A deb olsak, bu yerda B desak, agar buni qo'shsak, uni beradi. Mana bu yerda B dek, bu yerda B emas. Keyin mana bu yerdan bitta uchburchak chizib olsak. Tushirib, ya'ni mana bu 90, men buni 20 deb chizib olmoqchiman. Ya'ni mana bu uchburchakni shunday olib mana bu yerga chizdik. Shunga olib chizsam, bu mana 20 ni qarshisidagi A dedik. Bu 20 ni qarshisidagi birim A bo'ladi mana bu. Demak, bir A. Birdan birgacha A plus B bo'ldi. Endi nima bo'ldi? Mana bu 45. Demak, mana bu 45 gradus bo'ldi. Bu ham 45 gradus bo'ldi. Demak, 45 bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita uchburchak bir xil uchburchaklar bo'lyapti. Mana bu. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak bir xil uchburchak bo'ldi desak bo'ladi. Nega? Chunki mana 90 ni qarshisidagi mana bu 90 ni qarshisidagi bu teng. Bu bilan bu teng, bu bir xil. Mana shu mana bu uchburchak shunday olib bu yoqqa qo'yilgani bo'lyapti-da. Bunday yopishtirib qilingan mana B, Y bo'yicha bunaqa simmetrik qilib yasalgan. Demak, 1.65 bo'lsa, birim 65 bo'lib qoladi, ikkalasi bir xil bo'ladimi? Buni qarshisidagi mana bu bo'lsa, demak mana bu 45 bo'ldi. Mana birim 45, bu ham 45. Bu 65 bo'lsa, birim 65 bo'ladi. Bizga shu burchakni so'rovdi, B, F, Y ni 65 ekan demak. Demak, 65. Keyin D, Y, F perimetri. Mana bu uchburchakning perimetrini so'rayapti. Bu uchburchakning perimetrini topishimiz uchun demak, bu A dan mana nuqtani qanaydir N nuqta desak, N dan F gacha bo'lgan masofa A plus B bo'lsa, demak bu ham A plus B bo'ladi. Ikkalasi bir xil bo'lyapti. 45 qarshisidagi mana 45, mana burchagimiz 45 ga, o'sha 45 qarshisida mana 6 ni o'chirsak, mana 45, bu ham 45 qarshisida bir xil, ikkalasi teng. Ikkalasi teng bo'lsa, A plus B bo'ldi. Endi bu qolgan ikkita tomoni kerak. Mana bir 6 minus A bo'ladi. Jami 6 edi-ku bu. Birimiz B bo'lsa, bir 6 minus B bo'ladi. Shularni qo'shadigan bo'lsak, bo'ldi. Uchta tomon qo'ysak, A bilan A, B bilan B ketarganda perimetrini 12 chiqargan. Nega 6 minus A bo'ldi o'zi? Mana yergacha 6, mana bu yerda A dedik. A ni olib tashlasak, bu yoqqa qoldi. Bu yoq shunday. Perimetri 12 ekan. Ikkalasi ham chiqdi. Xudo xolasa yana nechta misol qoldi? 42 bo'ldik hozir. 43, 44, 45. 3 ta misol qoldi. Endi shu berilgan 6 burchak berilgan ekan. Barcha tomonning uzunliklari 2 ga teng bo'lgan deyapti. 6 burchak berilgan. 6 burchak hamma tomoni 6 ekan. 6 burchak yuzi shunga teng bo'lsa, S nimani qiymatini toping deyapti. 6 burchak yuzi S bo'lsa, buni top deb ekan. Endi buni sal kichkinaroq qilib chizib olsak. Bunday qilsak bo'lar ekan. Mana bu yerdan bunday chizsak A ga. Keyin bundan bu yoqqa bitta chizsak mana bu yoqqacha.
Buni ham bunday davom ettirsak, bu yoqqa qarab ham bunday davom ettirsak, uchburchak bo'ldi bitta. To'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. 90 bo'lgandan keyin bu yoqlarda bunday 90 da keshyapman. Demak, bu burchak 150 bo'lsa bu 30 bo'ladi, bu 60 bo'ladi. Chunki 90 da. 150 bo'lsa 1 30, mana 1 60. 1 90, 1 60, 1 30. Demak, bu 6 burchak yuzini topishimiz uchun mana chekadagi uchburchaklar yuzini ayirib tashlaymiz ekanda. Xullas, bu qirrasi 2 edi. Men 1 2, 1 2 mana 30 60 qarsida 2 bo'lsa, 1 2 taqsim 3 bo'laman. Shundan so'ng shu yerda kichkina mana endi. Demak, 1 2 bo'ladi bo'lsa 30 ni qarshisidan buyog'i nima bo'ladi? 2 3 bo'ladi. Mana 1 2 1 2 bo'lsa 1 1 bo'ladi-da, 1 3 ga teng bo'ladi. 2 chiqdi. Demak, to'g'ri burchak uchburchak yuzidan ana shu 3 ta. To'g'ri burchak uchburchakda mana uchburchaklar yuzini ayirib tashlaymiz. Mana bu yerda biz o'zimiz chizgan mana bu uchburchaklar chizgan uchburchakka ayirib tashlaymiz. Demak, to'g'ri burchak uchburchakning yuzi. Kateterning uzunligini 2 bo'ldi bitta kateter. 3 plus 2 taqsim 3 bo'ldi bitta kateter. To'g'ri? Mana tomon. Mana tomonning uzunligi shunaqa bo'ldi. Pastki tomonning uzunligi 2 plus 3 bo'ldi. Shuni ko'paytirib 2 ga bo'lsak, yuzini topgan bo'lamiz, kattasi. Shundan endi ayirib tashlashimiz kerak uchburchaklar yuzini. Bunisining yuzi, mana buni yuzi. Ikkalasini ko'paytirib 2 ga bo'lsak, 2 taqsim 3 bo'ladi. Buni yuzi 3 taqsim 2 bo'ladi. Mana buni yuzi. Buni yuzi esa bu ikkalasi bu 2 yuzi 2 3 bo'ladi. Ular qo'shib ayirib tashlashimiz kerak. Bu irratsionallikdan qutqarsak 2 3 taqsim 3 bo'ladi. Buni qo'shishimiz kerak endi. Keyin undan ayirishimiz kerak. Voy bu. Demak, 2 3 2 3 taqsim 3 ga qo'shamiz. 3 taqsim 2 ni qo'shamiz. 2 3 ni chekadagi uchburchaklar mahraj 6 ekan. Bunga 2, bunga 3, bunga 6 berish kerak. 4 4 ga 3 7, 7 ga 12, 7 ga 12 19 bo'ladi. 19 3 taqsim 6. Kattasining yuzi bu edi. Buni irratsionallikdan qutqarsak foydasi yo'q. Ko'paytirib chiqamizmi? Buni ko'paytirsak nima bo'lar ekan? Buni ko'paytirsak 6 plusdan 9 3 plus 4 3 taqsim 3 plus bunisi ko'paysa 6 bo'ladi. Taqsim 2. 12 bo'ladi. 12 ni 2 ga bo'lsak 6. Keyin bu ikkalasi bunga 3 tadan bersak necha bo'ladi bu? 3 tadan bersak 27. 27 ga 4 qo'shsak ne bo'ladi? 31. 31 3 taqsim 6 bo'lar ekan. 31 bu, 31. Endi shundan ayirishimiz kerak, yana ular yig'inmasin. Demak, 6 plus 31 3 taqsim 6 dan ayiramiz 19 3 taqsim 6 ni. 6 buni ayirsak necha bo'ladi? 20 ni ayirganimda 11 bo'lardi, 12 bo'lamaydi. 12 plus 12 3 taqsim 6. Bu qisqarsa 2 3 6 plus 2 3 bo'lar ekan. Demak, o'sha 6 burchak yuzi shunaqa chiqdi. Shuni buni ko'paytirishimiz kerak ekan. Demak, 2 ni chiqarib olsak 3 plus 3 bo'lar ekan. Bu esa 3 minus 3 ko'paytirsak 9 dan 3 ayirsak 6 bo'ladi-da 12 bo'lar ekan. Demak, uning yuzi 12 ekan. Shu to'rtburchakning yuzi deyapti. BSYF to'rtburchak yuzi. To'rtburchak yuzini topishimiz uchun bunday chiziq tortsak, mana bu yerdan bunday tortdik, mana bu yerdan bunday tortdik, mana bu to'rtburchak yuzi kerak ekan. Bu to'rtburchak yuzini topish uchun 3 yuzidan, oltiburchak yuzidan, oltiburchak yuzini topdik-ku, to'g'rimi? Oltiburchak yuzidan mana bu uchburchakni
Bu mana uchburchakni olib tashlasak chiqar ekanda. Demak, buni yuzi nimaga teng? 2 kere 2 4, 2 bo'lsa 2. Buni yuzi 2 ekan. Buni yuzi 2. Buni yuzi ham 2. Demak, 2 da 2 4 ta tashlashimiz kerak. Demak, 6 burchakni yuzidan 6 burchak yuzi mana bu edi. O'shandan 4 ni tashlash kerak. 4 ta tashlasak 2 plus 2 o'zasi 3 bo'ladi. Buni tenglimiz a plus b o'zasi 3. Demak, a teng 2, b teng 2 ekan. Ko'paytmasini so'rayapti, ko'paytmasi 4 bo'lar ekan. 44. 44 silindr balandligi nechaga teng debdi. Silindr balandligini so'rayapti. Shaklni to'la sirti. Konus 10 ga teng, radius 6 ga teng. Demak, bu shaklni to'la sirti bo'lsa, buni jism bo'lsa, buni yon sirti bo'ladi. Konusning yon sirti PL da. Mana balandligi h desak, buni yon sirti 2pr ko'paygan h bo'lardi. Silindrniki, keyin yarim sharniki 4pr kvadrat bo'lsa, to'la shar bo'ladi, shu yarmi. Shularni qo'shganda 372 pi chiqqan deyapti. Demak, pilar qisqarib ketadi. Radius demak 6 midi? Radiusi 6. Radius 6 bo'lsa, mana bu yer 8. Radius o'rniga 6 qo'ysam, 6 ko'paygan 10 plus 2 ko'paygan 6 ko'paygan h yo'q, h kerak o'zimizga. Uni bilan qisqarsa 2 ko'paygan 6 ni kvadrati teng 372. Buni 36 72 bo'ladi. 72 shunday bu yoqqa minus o'tsa, buni 60 plusdan 12 h teng bo'lyapti. Buni 72 ga qo'ysak 300. 12 ga bo'lib yuborsak, 6 ni bu yoqqa o'tkazsak 12 da h teng, buni 12 ni ayirsak 60 da 240 bo'ladimi? H'imiz teng necha bo'ladi shunda? 20 bo'ladimi? Demak, bu silindrning balandligi 20 ekan. Santimetrda so'rabdi, o'zingizlar santimetrmidi? Santimetr ekan. Berilgan shaklning hajmini toping debdi. Demak, buni endi hajmini topishimiz uchun qo'shamiz. Konusning hajmi 1 taqsim 3 ko'paygan pr kvadrat ko'paygan h. Konusning hajmi. Silindrning hajmi pr kvadrat ko'paygan h. Yarim sharning hajmi 4pr kub taqsim 3 bo'lsa, to'liq. 4 o'rniga 2 ni qo'yamiz. Shuni so'rayapti. Uni qo'ysak, demak 1 taqsim 3 pi turadi. Radius necha edi? 6 bo'lsa 36 bo'ladi. Balandligi necha edi? Konusning balandligi 8 ekan. Konus balandligi 8 plus pi ko'paygan 36. Bu balandligi 20 chiqdi. Plusdan 2 pi radiusi necha edi? 6 edi. 6 ni kubi 216 bo'ladi. Taqsim 3. Hisoblasak, bu bilan bu kelsa 12. 12 ni 8 ga ko'paysak 96 pi bo'ladi. Plusdan 720 pi 72 72 ga ko'paysa 144 pi. Bunga buni qo'shsak necha bo'ladi? 4 ni qo'shsak 140 240. Bunga 240 ni qo'shsak necha bo'ladi? 960 pi bo'ladi. Demak, hajmi 960 pi chiqdi. pi. Va nihoyat oxirgisi, Anvar uy devori uchun uy hayvonlari uchun uy qurmoqchi. Bunda tomi qismi tunikadan asosini esa deyapti yog'ochdan yasamoqchi. Uyning tomi qismi asosi to'g'ri burchak, uchburchak bo'lgan to'g'ri prizmada ikki yon-yog'i kvadratdan qolgan ikki yon-yog'i to'rtburchakdan iborat deyapti. Shunday berilgan ekan. Uyni tunika bilan qoplangan qismini yuzini toping debdi. Demak, bu ham 1 metr bo'lsa,
50 bo'ladimi? 500 100 santimetr bo'ladi-da. Bu yerda 50, bu yerda 50 bo'ladi. Balandlik beribdi. Bizga nimani so'raydi? Tunuka nimada so'rayapti? Metr kvadratda so'rayapti ekan. Qancha tunuka ketgan? Uyning tunuka qoplash. Tunuka qayerga qoplaydi? Tunuka buni yon-yog'iga ham tunuka qoplaydi, to'g'rimi? Demak, bu 50 kvadratiga buni kvadratini qo'shamiz-da. 48 kvadratini topishimiz kerak-ku. Ikkalasini 2 ga bo'lsak, 25 bilan 24 bo'larmidi? 24 bilan 25 kvadratni hisoblash kerakmi? 25 ga 625, 24 ga 576. Ikkalasini qo'shsak 1 bilan tugaydi. 9 va 1 bilan 0. 11, 12. Bular sonni kvadratimikan? Bundan 9 ni ayab tashlasak, 3 ni kvadrati necha qoladi? 301. Endi bu 9 2 edi. 6 6 kira necha? Bu 9 dan bersam ko'p bo'lib ketadi. 1 bersam kam bo'lib qoladi. 9 kira 9 81, 1 kira 1 81. Bu bo'lmaydi-ku. Bular sonni kvadrati chiqmayapti. Yani tomon yog'och kvadrat ekan, qolgan tomon 4 burchakdan iborat debdi. Endi uni topishimiz uchun hozir bizga tunukani yuzini topishimiz uchun mana bular kerak-da. Bularni o'chirib tashlasak, bizga hozir mana buni yuzi kerak. Shuni orqa tarafi ham kerak, ikkita bo'ladi. Keyin buni to'g'ri burchak, uchburchak yuzi kerak. Hozir mana buni yuzini topishim uchun men buni 2 metr, mana bu ham mana yerdan bergacha bo'lgan masofani topishim kerak-da. Buni topishim uchun hozir menda bu balandlik berilgan bo'lsa, 48, bu 50 bo'ladi. Hozir 50 kvadratiga 48 kvadratni qo'shib ko'raylik kalkulyatorda. 50 kvadrat 2500. Shunga qo'shishimiz kerak 48 ni kvadratini. 2304. Shundan 50 chiqarsak ne chiqadi? Yo'qda. 48 ni ko'paytiramiz 48 ga. Bunga qo'shamiz 2500 ni. Shundan 50 chiqarishimiz kerak. 4804. 4804 dan 69 chiqadi. Uyning tunuka bilan qoplangan qismining yuzasi necha santimetr kvadrat, necha metr kvadratga teng? Yaxtlang degani bo'lmasa. Qanday topadi uni? Bu teng bo'lish shart emas ekanda bu. Bu uyda sal qiyshiq bo'lgan ekan. Balandligi bo'lsa teng olib bo'lish shart emas ekan. Demak, bunday qilamiz. Tomonni A desak, bu yog'ini B desak, to'g'ri burchakli bo'lgandan keyin A kvadratga B kvadratni qo'shsak 1 ga teng. A ni B ga ko'paytirib 2 ga bo'lsam 100 ni beradi. Yana 100 1 ko'paytirgan 0.48 taqsim 2. Ya'ni buni ikkita balandlikni 0.48 metrga aylantirib oldim-da. Ular qisqarib ketsa A ko'paygan B teng 0.48 bo'ladi. Bu yerda mana kvadratlari yig'indisi nimaga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'lsa, 0.6 bilan 0.8 bo'lgan ekan. Demak, bu B 0.8 bo'lsa, bu yog'i necha bo'lgan? 0.6 bo'lgan ekan. Endi yuzini topish muammo emas, tunikani. Demak, mana 0.8 ni 2 ko'paysak, bu tomon 100 chiqadi, 1.6 metr kvadrat bo'ladi. Orqa tarafi 2 ko'paysak 1.2 metr kvadrat bo'ladi.
Buni 100 esa nechaga teng? 0.24 ga teng. Buni ko'paytirish shundan ikkita bor. Demak, shular qo'shamiz. Necha chiqdi? 1.2, 1.6 plus 0.48 2 0.48 da xullas. Buni qo'shsak 2.8. 2.8 ni qo'shsak necha bo'ladi? 3.28 bo'lar ekan. 3.28 metr kvadrat ekan yuzasi. Tunukan. Shuncha tunuka kerak. Tunuka qismiga de 1 metr kvadrat shuncha so'm sarflasa, yog'och bilan qoplangan qismiga 1 metr kvadrat shuncha pul sarflasa, Anvar uyini qurish uchun qancha sarflaydi deyapti. Demak, tunikani puli 200 mingdan ekan. Demak, o'sha 3.28 ni 200 ming ko'paytiramiz. Tunikani puli chiqadi 200 mingga. Plus endi yog'och pulini hisoblash kerak ekan. Yog'och bu yog'i 1, bu yog'i 2 bo'lsa, bu tomonni 100 2 ga 4. 4 dan 2 ta bor, orqa taraf ham borda. 8 bo'ladi. Mana 1 bo'lsa 1 2. 6 bo'lsa 12. Demak, 12 metr kvadrat joyga yog'och qoplagan. 120 mingdan. Buni hisoblasak necha bo'ladi? Plus kalkulyator bor-ku, to'g'rimi? 3.28 ni ko'paytiramiz 200 mingga. Bunga qo'shamiz 144 orqasida nechta nol bor? 4 ta nol bor ekan. 2.096 ming. 2.096 ming pul sarflaydi ekan. Bu ham bo'ldi, xudo xolasa. Hammaga rahmat.